Rahmat, Ravshan aka. Men mana shu ko'rsatuvni tayyorlash asnosida juda ham sizga havasim keldi. Bilasizmi nimaga? 91-yilda o'sha bodom gullari degan konkursda qatnashib, qarang Mesarip ustoz. Shunaqa bir vaziyat bo'lganki, endi eng kuchlilardan kuchlisini aniqlash kerak. Birinchi o'rin bor, 2-3 bor. Lekin Ortiq Otajonov o'sha juri hay'ati a'zosi bo'lganlar uchun bitta taklif kiritamiz deganlar. Oliy o'rin hozir mukofoti o'ynaladi. Jonli ijro etadi deganda shu Ravshan aka chiqib kuylagan ekan, qarang. Shunaqa bo'lganmi? Mubolag'asi bo'lmadimi? Rahmat. Haqiqatdan ham endi shogird deganda g'oyibona shogird bo'ladi. Ham bir ustozlar havas qilib shu odamlar endi ustozni bizda yosh paytimizdan eshitganmiz. Hali bola paytimizda shu quloqimizda qolib ketgan. Hozir ham shu maktablarda eshitganlarimiz. Hozir ham bir narsa esimdan chiqmadiki, bir ashulasi hozir hech yerda aytilmadi shu narsa. Yengiradi doiranay dutor bilan tor o'ynasin shu narsasi. Shu qo'shiqni xudo xolasa tayyorladirmiz, albatta. Lekin siz tezlashtiring, men ham aytmoqman uni. Men ham niyat qilib yuribman. Ana bo'lmasa. Shu narsa Feruza Salikova o'ynab chiqqan men yosh paytimda shu Ortiq Otajonov bir yerda ustoni esa shu narsa maktablarda aytganmiz qo'shiqlarni. Qartegida shu garni. Qaylarda ko'rganman seni. Endi shunda havas qilib yurgan paytlarimizda hozir o'zingiz gapni boshladingiz. Muqimiy teatrida katta konkurs bo'lgan. Şurada endi ko'p usta Faxriddin Umarovlar bo'lgan, Fataqin Mamadaliyevlar bo'lgan. Usta şurada juri a'zosi. Shunda konkurs bo'ldi, endi jurilar o'zaro gaplashib bir vodiydan bir yigit zo'r aytib turibdi. Unga hamma qiziqib turibdi, ham biza ikkimizga qiziqib turibdilar endidan. Shunda men o'zim ham shu bola zo'r ekan deb turibman. Endi konkursda ko'rasiz-ku o'zingizga bir nima bo'lib turganini. Havo. Yavrimni sochi mayda, mayda yor, mayda desa xalq qichqirib juda yaxshi kutib turibdi. Men o'zim ham o'ylanib qoldim. Va endi shunda ustoz men dedi bu ikkalasiga dedi birinchi o'rinni berishaman norizaman dedi. Mayli dedi mikrofonni osilla dedi, shu aytib turgan qo'shig'ini dedi, aysin jonli ijro bo'lib turibdi, lekin mikrofon qo'yilgan edi konkursda. Olib tashlasizlar dedi. Endi 22 yosh paytimizda bizning ovozimiz ham juda baland. Shu reydan aytib turganman Feruza shulasini xotin qizlarning pardasini aytib ketganman. Yana bir ton ko'tarib, shoda endi hamma yaxshi kutib olib, shoda ustozni bir og'zim nimasi bilan fikrini buzib berib, haqiqatdan shoda oliy o'rin bizlarga nasib etdi. Shundan keyin menga ustozni mehri tushgan. Joylari jannatda bo'lsin. Ustozni so'limiz desak bir ko'rsatuv yetmaydi endi. Endi o'shani zo'rg'a tortib olyapman azizlar mikrofonni. Ustozlar haqida erta tonggacha ham gapirish mumkin bu inson, mana aytib qo'ydim.